Assalomu alaykum. Bugun 30-iyun Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Xalq Quli mahallasi 364-366-konturdamiz. Yoshlarga berilgan 10 gektar yerga mana qovun ekilgan. Yoshlar yaxshi ishlagan. Qovun ancha yaxshi. Kecha sug'organ ekan. Qovun 2 haftalarda o'zi tayyor bo'ladi. Bu chetga eksport bo'ladi. Har bir yoshlarga berilgan 20 ta yoshlarga berilgan 50 milliondan daromad qilish kutilmoqda. Xaridorlari bor buni. Qovunlar o'zi ancha katta qolgan.